Assalomu alaykum. Jizzax viloyati Zomin tumani Qovinkesti qishlog'idan 30 daqiqalik seldan keyin ketayotgan mana bu 30 daqiqalik yomg'irdan keyin ketayotgan sel juda katta. 30 daqiqa yog'gan yomg'irda bu. Bilmayman, bu qayerdadir suv borib buzilib ketdi desa ham bo'laveradi-da, endi bu tabiiy ofat. Yomg'irdan keyingi holatda endi. 30 daqiqa yog'di. Mana shu 30 daqiqa yog'gandan keyin mana shunaqangi katta ketyapti sel.